uyimizni umumiy remont qismiga 150 million ketgan ekan. Hali buning ichida pardalar qo'yilmagan. Pardalar bilan birga 150 million pul ketgan. 3 xonali 74 metr kvadratga ega bo'lgan uyimizni obzori bilan tanishtiraman. Remontlariga bitta baho berib o'tasizlar. Birdaniga lokatsiyasini aytib o'taman. Bu yoq davlat xizmatlarining yonidan kirib kelish. Balkon qismidamiz hozir. Remontlari juda ham chiroyli chiqqan ekan. Gilamlari ham eng yaxshi gilamlardan qo'yilgan ekan. Bu yoq kirib kelish qismi. Hojatxonamiz. Bu yoq esa sanuzel qismi. Dushovoylari. Bu yoq esa oshxona qismimiz. Xolodilniklar ham qo'yilgan. Kuxonda mebellar qilingan. Bu yoqda esa dual konturli katyolimiz joylashtirilgan ichiga. Stroyni qilib kirgizib yuborilgan. Bu yoq ikkinchi xonamiz. Katta televizorlar qo'ygan ekan akamiz. Konditsioner. Bu yoqdan ham tashqari manzara chiroyli ko'rinib turadi. Mana shu uyimizni umumiy remont qismiga 150 million ketgan ekan. Hali buning ichida pardalar qo'yilmagan. Pardalar bilan birga 150 million pul ketgan. Endi spalniy qismini ko'rsataman sizlarga. Spalniysini deb qo'yinglar. Juda ham chiroyli remont bo'lgan ekan uyimiz. Menga juda ham yoqdi. Bu uyimiz sotilmaydi yoki ijaraga berilmaydi. Bir tanish akamizning uyi bo'lgani uchun endi yaqinda ko'chib kelishar ekan. Juda ham chiroyli chiqqani uchun men sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Endi bu videomiz 2025-yil 1-dekabr holatiga olinyapti. Mana shu paytgacha 3 oy davomida remont qilingan ekan. 150 million pul sarfladim deyaptilar. 74 metr kvadrat uchun bu 1 metr kvadratiga 2 milliondan tushadi. 2 milliondan juda ham zo'r remont qilib chiqqan ekanlar. Meni juda ham havasim ketdi remontlariga.